Nechikdir bir sehrli suv ekan. Tez hazm qilishni yaxshilaydi ekanda bu suv. Bilmedim de onca men kendim bilmedim. Ha biz suvni qaraveribmiz nerda sotilishini. Qarindoshlarni ko'rishaksizlar. Turkmaniston, O'zbekiston do'stona ko'z deymasin. Hamma yerda suv do'kon ko'p ekandan, lekin bunday suv noyob suv. Inch suvni qidirib keldim men. Endi bu suv necha so'm hozir? Sizning so'mda bu 3000 so'm. Agar men shuni O'zbekistondan topsam bor-ku, agar 10 ming, 20 ming bersam sotib olacak edimlar. Bittasi 3,5 Birsi 3,5 ming so'mmi shuni? Bariylar bilan shu birga bir bu. 10 ming so'm bersangizlar, 3tasini beraman. Zo'r baho ekan. 3tasi 9000 so'm. Aloyning enari. Bolalar aytsa bo'ladimi, orqayin. Albatta. O'zbekistondan dillilar chiqatan bo'lsa, hozir buni O'zbekiston olib o'tchakda rastamoshkasi nechik bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, xonimlar va janoblar. Sizlar bilan bugungi videorolikimizda ko'rishib turganlikdan xursandman do'stlar. Xudo xolasa men Turkmaniston bozoriga yetib keldim, ya'ni chegaradagi Turkmaniston bozori ko'rishlaringiz mumkin. Hammani aylantirib ko'rsataverasiz. Do'stlarimiz, bu yerga kelishimiz sababi men bir do'konni qidirib keldim. Avvalroq men qarindoshlarim shu suvda olib bordim ha. Bu suv nechikdir bir sehrli suv ekan. Qorning singishi qiyin vaqtida bu suvdan ichsang yegan ichganing polni singdiradi ekan. Tez hazm qilishni yaxshilaydi ekanda bu suv. O'ziga yarasha xususiyatlari ham kuchli suv ekanmi? Bu suvni shu Turkmanistondan olib boradi qarindoshlarim. Shu suvni Turkmaniston bozorida sotiladi deb eshitdim, chegaradagi. Shuning uchun shu yerga keldim. Iloji bo'lsa hozir qidirib ko'raman. Yashayotgan bilmagan. Aka, assalomu alaykum. Bir suv qidirib yurdim men. Shu yerdamisiz? Ya. Siz O'zbekistondan o'tib keldingizmi? Türkmendan O'zbekistondan o'tib keldim, Türkmendan. Turkmandanmisiz? Endi shu suvni meni qarindoshlarim Turkmanistondan olib borgan ekan. Bu yegan ichgani singdiradi ekanda. Shu bozorda sotiladi deb eshitdim buni. Bilmedim. Bilmaysizmi? Ya. Ko'rganmisiz? Türkmendan so'masan be. Turkmanning suvi. Endi chiqishni boshlabdi. Turkmanistonda endi chiqishdi. Aslida chet davlatlarda chiqqan ekan. Turkmanistondan endi yo'l qo'yilibdi-da bu suv. Bilmedim de onca men kendim bilmedim. Turkmanistonda ekan. Yaxshi, rahmat uzr. Aka. Bilmasam, ish yerdagi xamirdan so'rab ko'ramiz. Yaxshimisizlar? Neredasizlar? Yangiariqdanmi? Turkmaniston bozoriga o'tdingizlar. Ha, sizlar bilmasangizlar kerak, ha, turkmanlar kerak. Biz suvni qaraveribmiz nerda sotilishini. Bu turkmanlar qarindoshlarimiz olib borgan ekan buni. Bilmaysan? Yo'q ekan. Yo'q. Nomini ko'ringlar, agar o'sha bugungi videoda topib bilmasak, iloji boricha Turkmanistonni o'zini o'tishimizga to'g'ri keladi. Shu yerdan topsak, vaqtimiz bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Turkmanistondan emasmisiz? Yo'q. Ha, O'zbekistondan o'tib keldingiz, ha? Turkmanistondan qarab turibmiz. Ha, qarindoshlarni ko'rishaksizlar. Görüşecek. Ha, yaxshi. Suv qidirib yuribmiz. Bir shu do'konlarning birida shunday suvga ko'zingiz tushmadimi? Yo'qmi? Qarab chiqdik. Shu hurmatli do'stlarimiz, Turkmaniston, O'zbekiston do'stona ko'z deymasin. Bayroq bilan O'zbekiston bilan Turkmanistonni bayrog'ini ekranda monitorda qo'ydilar. Zo'r bo'lib turibdi. Shundan keyin xalqimizga ko'p narsalar yaratdi, ya'ni qarindoshlar bir-biri bilan ko'rishdi. Biza ya'ni hozir suvni qarab yuribmiz-da, suvni qidiribmiz O'zbek Turkmanistonga o'tib turib. Bunday imkoniyatli, bunday sharoitni kutganmiz, qachon shunday bo'ladi ekan deb. Xudo xolasa asta-asta bu yana xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana shu yerdami? Ko'ramiz. Yuqoridan bir ko'raylik. Hammasini girdik yana. Hamma yerda suv do'kon ko'p ekandan, lekin bunday suv noyob suv, noyob. Sho'rmagan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O, shu suvmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Adashmadimmi? Yo'q, adashmadingiz. O, inch suvni qidirib keldim men. Ha, bor. Shu suvmi? Ha, mana bu suv. Qani? Juda ham yaxshi sifatli suvlardan biri. To'shni suv-ku bu. Esa men sizga mikrofonni bering. Xudoga shukr. Hurmatli do'stlarimiz, xudo xolib bor ekan bu yerda. Ey, hamma yerda qaradik, ey. Hamma yerda qaradik. Turkmandan bir qarindoshim o'tib edi mana. Qarindoshlarim o'tdidan ish suvni olib borib berdi. Ey, shu bozorga kelib tunigidan kelib ketdim, topoq yo'qmi? Shuni taqib qo'ying shuni. Eshitdim-da, shu yerda sotiladi degandan keyin shu yerga keldim. Qachon ichdingizlar beni?
Bu yerni ochganimizga уже 17sida ochdik, noyabrdan 17sida ochganmiz. Noyabrda 17sida yaxshi. No degan firma o'zi bu? Firma Tut adı? firma, Tut. Turk firmani. Tut degan firma. Tut degan firma ishlab chiqaradi ekan, hurmatli do'stlar. Mana shunday Juda ham yaxshi suv. testni shifobaxsh suvlardan biri. Ayniqsa hozir ko'pchilikga kerak suvlardan ekan. Suvlaringiz haqida ma'lumot berib bilasizmi? Ha, albatta beraman. Bizani O'zbekistondan ko'ruvchilar bor-da. Bo'ldi. Qiziqib. Hozir. Может, O'zbekistonda agar O'zbekistondan shunday suvda sotib olib qo'yilsa, dim yaxshi bo'lar edi, to'g'risini aytsam. Bunda deb ovora bo'lib qidirib yurishni hojati yo'q bo'lar edi. Agar imkoni bo'lsa, kimdir O'zbekistonni olib o'tib, shunday suvlarni sotishni tashkil qilsa. Bu yerda no suvlar bor endi bu yerda. Bu Tut degan firmada bu suvlarimiz, bu energetiklar bor, juda ham yaxshi. Bu kolalarimiz bor. Kolalaring. Va mana bu siz qidirib kelgan suvlaringiz bor, juda ham yaxshi. Yeganni singdiradi, chanqoqni qondiradigan suvlarimizdan biri, juda ham yaxshi suv. Endi bu suv necha so'm hozir sizlarda? Sizning so'mda bu 3000 so'm. 3000 so'm, Bittasi ha? 3000 so'm, ha. Juda ham yaxshi, lekin sifatli suv. 3000 so'm. Agar men shuni O'zbekistondan topsam bor-ku, agar 10 ming, 20 ming bersam sotib olacak edim-da shu suvni. Ha, juda ham yaxshi bu. Hamma olishyapti lekin bundan. Yaxshi. Mana kolalar bor ekan. Ha, albatta. Kola bilan farqi bormi buni? Sizning kola Coca-Cola bilan, sizning kola bilan bir xil shuning ta'mi. Juda ham yaxshi. Sifati ham yaxshi, ichi ham yaxshi. Bu klass kola bu. Narxi Hozir buni qo'yib yuboraymi? bu bittasi 3,5 ming so'm. Bittasi 3,5 ming so'm. Birisi 3,5 ming so'mmi shuni? Ha, juda ham yaxshi. Uchtasi 10 ming so'mga beryapman men. 310 mingga ketadi? Ha, 310 ming ekan. Optim ko'p olsana. Ko'p olsam o'zim men bilan gaplashasiz, o'zim galishtirib beraman. He, yaxshi. Juda ham yaxshi suv bu. Klassik kola Turkmanistonda nomer 1 suvlarning biri bu. Chiste Coca-Cola'ni Coca-Coladan farq qilmaydi, Coca-Cola originalidan 3000 so'm, 10 ming so'm, 3sini beradi ekan. Farq qiladigan tarafi buning bahosi har xil nima qiladi. Juda ham arzon suv bu. Sizlarnikidan уже arzon, xili bir. Juda ham yaxshi. Ichib ko'rsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ichib ko'ring. Qani ko'raman. Klassik kola deb qo'ydi. O'zi hidini hidlagandan ham chista Coca-Cola'ni hidi kelar ekanda, original Coca-Cola'ni. Bismillah. Chista kola bu, Coca-Cola. Ha, albatta. Farqi yo'q. Original kola bu. Juda ham yaxshi. Turkmanistonda уже nomer 1 suv bu. Kolamiz, bana energetiklar bor. Endi bu yog'i bayram yangi yil yaqinlashib kelaturku. Bunday suvlarga talab yaxshi bo'ladi-da. Hurmatli do'stlarimiz. Bayram dasturxoningizga tavsiya qilgan bo'lar edim. Juda ham. Biz buni ko'ramiz. Energetik. Va mana energetik bu. Energetik turbatut juda ham energetik bu. Bu energetikni boshqa energetiklardan farqi nima buni? Farqimi? Farqi buning ichindagi nimasida bu? Qo'shiladigan narsalarida juda ham yaxshi sifatli suv. Sizda bu Gorilla bor-ku? Gorilla bilan o'sha birga bir bu. Juda ham yaxshi. Gorilla bilan birga bir. Puli necha buni? Yaxshi bu. Puli necha buni? Puli bu 3,5 ming so'm. 3,5 ming so'm ekan, mana. Juda ham yaxshi. 3tasi 10 ming so'mga. Shu 10 ming so'm bersangizlar, 3tasini berasiz. Ha. Bu juda ham yaxshi bu. Mana buning qizili ham bor. Juda ham yaxshi. Qizili ham juda ham yaxshi. Aha. Bu qizili. Ha, juda ham. Buni ham 3tasi 10 ming so'm. Bu ham shu Gorilla deymi? Ha, juda ham yaxshi. Mana bu Turkmanistonda nomer 1 suv bu. Juda ham yaxshi. Bizni qidirib kelgan suvingiz. Aynan topdim. Ha, bu. Topganimdan to'g'risidan xursand bo'ldim lekin. Bu chanqoqingizni qondiradi. Bu yeganingizni singdiradigan suv bu. Bu turi ham bormi buni? Ha, hamma turi bor. Mana klubnikasi. Bu olmasi, ha, shaftolisi, limoni bor. Juda ham yaxshi suv bu. Sifatli. Yeganingizni singdiradi. Har xilisidan bor ekan. Bular ham shu suvdan oxir, ha? Bu nimalar qo'shilgan bularga? Bularning o'zining qo'shiladigan o'sha zotlar bor, o'zining qo'shiladigan. Bu har turi bo'lib chiqadi. Bu shaftoliniki chiqib bo'lib chiqadi, yabli almoniki chiqadi. Yana klubnika, limon. Juda ham yaxshi suv. Yaxshi. Tavsiya beraman hammaga. Ajoyib. Keyin pullar hammasi bir xil axir, ha? Pullari bu 3000 so'm bittasi. Birisi 3000 so'm. Bittasi 3000 so'm. Zo'r baho ekan. Bittasi 9000 so'm. Juda ham yaxshi. Yaxshi. Zo'r baho ekan. Ha, ajoyib narx. Keyin bunday suvlarimiz bor ekan. Ha, bu biyolar bu, bez gaz suv bu. Bu bez gaz biyolar. Juda ham yaxshi bu.
klubnikaning taomini beradi bu. Qarpuz va klubnikaning taomini Klubnikaning ta'mini beradi, ha? Mana limoni bor. Limoni. Buning bahosi ham bu 0.5 bu 3000 so'mdan. 3000 so'm. Bittasi 3000 so'm. Birisi 3000 so'm. Bu uchtasi Bu ham shunday shifo baxsh, ha? Ha, shifo baxsh bilan juda ham yaxshi suv. Hammasi. Mana bu aloylarimiz bor. Bu aloymi? Enar bu. Aloying enar. Ha. Aloyning enari. Juda ham yaxshi. Bu nechadan puli? Bular 3000 so'mdan. 3000 so'mdanmi? 3000 so'm hammasi. Aloyda Judayam yaxshi. nimasi qo'shilgan, ha? Qo'shilgan. Va mana aloyning o'zi. Aloyni o'zi. Ha, bu anor qo'shilgan. Anor bilan aloy ikkisi Ha. birgalikda qilingan. Juda ham yaxshi. Bu aloyni o'zi. Ha. Ha, Ha, 3000 mi? so'mdan juda ham zo'r suvlar. Bular ham shifo baxshda, aloyni o'zi shifo baxshda, lekin hamyonbop zo'r ekan. Hamyonbop, juda ham To'g'ri, yaxshi. rostdan ajoyib. Va yana bitta suvlarimizdan bittasi bor. Choylarimiz bor. Juda ham yaxshi choy. Mana sizlarda suyuqli choy bor-ku, shunaqa o'xshaydi, уже birga bir juda ham yaxshi. Mana bu bizda yangi chiqqan уже hamma olishyapti bu suvlardan. Tut choy. Bu buning ham narxi уже bittasi 3,5 ming so'm, uchtasi 10 ming so'm. Uchtasi 10 ming so'm. Juda ham yaxshi. Bu Greenford Jasmine уже o'sha mevaning уже taomini beradi bu. Juda ham yaxshi. И mana bu mango romoshkasi bor. Bular ham juda ham yaxshi. Mango romoshka juda ham narxlari bir xil. Bolalar ichsa bo'ladi axmina, orqayin. Albatta. Bolalarga hammasi Turkmanistonda hamma hozir shundan ichishyaptilar. Juda ham yaxshi suv bu. Pullar nechadan bo'ladi? Bular shunaqa 3,5 ming so'm bittasi. 3,5 ming so'm. Ha, uchtasi 10 ming so'm uchisi. Ajoyib. Bu zdaniyada eng Rastan. arzon narxlar bizning magazinda. Mana do'stlar, Optim baho. ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi suv. Yeb bo'lishi mumkin. Ha. Bo'ptimi? Alohida dillilar chiqadigan bo'lsa mabodo. Men bilan o'sha magazinga kelsa, o'sha dillar o'sha men o'zim bilan gaplashadi, o'zim tushuntiraman hammasini. O'sha bundan ham ularga arzonroq qilib beramiz. Mabodo hurmatli do'stlar, O'zbekistondan dillilar chiqadigan bo'lsa, bu suvlarni O'zbekiston bozoriga olib kirishda yoki dillichilik qiladigan bo'lsa, undan ham arzon tushadi ekan. Hozir bu yerda aytilib turgan narxidan ham arzon tushadi. U sizlarda plus bo'lishi mumkin, plus taraflari dim ko'p bo'ladi. Agar sizlar rastamoshka, hattoki rastamoshka to'lanadi-ku tovar, tamojnida. To'langan taqdirda ham bu narsa baribir arzon tushadi. O'zbekistonga borgandan keyin boshqa suvlarga qaraganda 1000 so'm arzon qo'ysangiz ham baribir do'konlarda arzon tushadi bu suv. Ha, juda ham yaxshi biznes bu. O'zbekistonliklar uchun bu yaxshi biznes. Telegram raqamini yozib qoldiradi. Men bilan xabarlashsangiz bo'ladi Telegramda. O'zim tushuntiraman. Endi hozir sizda masalan siz kontaktlaringizni qo'yaman, Telegram orqali javob berasiz, to'g'rimi? Telegram orqali javob berasiz. Keyin hozir buni O'zbekiston olib o'tchakda rastamoshkasi nechik bo'ladi? Videoda ma'lumot berasizmi yo bo'lmasa nimasi bormi? Bu rastamoshka bu furalab o'tkazadi bu chegaradan. Shunda uni o'zim alohida tushuntiraman. Hozir men aytsam уже ko'p nima aytish kerakda, o'zim alohida menga Telegramdan yozsalar o'zim tushuntiraman. Buni chegaradan bu bozordan O'zbekiston o'tkazish problema emas, o'tkazadi bu. 10 bo'lay olsangiz ham bo'ladi. Bunga suv endi ruxsat bor. Ruxsat bor, o'tkaza olasiz buni, yaxshi. Juda ham. Suvlar juda ham sifatli suvlar. Unda hurmatli do'stlarimiz, xuddi mana shunday shifobaxsh suvlar, ya'ni hech yerda yo'q suvlar, ya'ni bu suvlarni sizlar topishingiz mumkin bo'ladi. 33-do'kondan, Turkmaniston bozoriga kirib kelsangizlar, 33-do'kondan xuddi bunday suvlarning har xil turidan bor ekan. Buni katta razmerlari ham hammasi bir xilmi? Mana bulardan katta razmer yo'q, lekin mana bu kolalardan katta razmer bor, o'sha 1,5 litrliklar bor. Hammasi standart. Bir standart shunday chiqar ekan. Ya'ni bir odamga mo'ljallanganda, bittasini bir odam ichsa bo'ladi. Juda mazza qilib zo'r. Hurmatli do'stlarimiz, hammangizga tavsiya qilamiz, shu Turkmaniston bozoriga kelasiz, 33-magazin 2-qavatda joylashgan. Yana xullas bu yerga kelganda xursandman. Unda men olib ketaman esa suv. Bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling. Bo'ldi, ha, rahmat.